qishda mana o't oyida mollar maza qilib ko'sh qaytarib yotibdi. Sovuqdi bu sovuqlash sabas kechasi ham ashta yotibdi mollar. Nimaga hozir rosa ayamasdan beradigan mahalda mollarga sovuqni o'ziga oladi. Xudo xolasa mana shu novoshni qo'shganmiz. Yo'nalishli bir ajoyib mol, xudo xolasa. Bundan chiqqan mollarni bir ko'ramiz. Mollarda holati juda yaxshi holatda. Lekin ob-havo sovuq. Mana shekilga kirib yotishgan yo'q. Taylarni quruqlab qo'ysak ham kechasi kirib yotmaydi. Tan joylaring sog' bo'lsin.